bo'lgan firmamiz, Naqqosh firmamizni boshliqlariga Allohim uzoq umr salomatlik bersin, hammalariga jonlar sog', umrlari uzoq bo'lsin. Bizning domlamiz mana Ziyodullohon qori va Solihon qorilardan Allohim umrlari ziyoda bo'lsin. Kasb-korlariga barakot bersin. Yana ilmlarga ilm, bilimlarga bilim qo'shilib, har doim yashashda hurmat qilishni Allohim nasib etsin. Allohim hech qachon xalqni nazardan qolmagan bo'lsin. tinchlik bo'lsin, sog' salomatlik bo'lsin. Avvalo yurt boshimizda umrlari uzoq bo'lsin, tanjanlar sog' bo'lsin. Mana shunday chiroyli onajonlarimizni, otaxonlarimizni, aka-ukalarimizni va shunga o'xshagan mana shu umra safarlarni qilaman deganlarga yaxshi yo'llar ochib qo'yganlari uchun yurtboshimizning umrlari uzoq, rizqlari butun bo'lsin. Amin. Mana shu ishni tashkillashtirib, mana shu yerlarga jo'natgan domlalarimizni ham Allohim umrlari uzoq, rizqlari butun bo'lsin. Har doim topganlari yaxshilik yurishni Allohim nasib etsin. Biz har doim mana shu elimiz, yurtimizga tinchlik, saodatlik, baxt, omad, hammaning xonadoniga yaxshiliklar tilaymiz. Allohim yaxshiliklarni ham yuz ko'rishni, katta hojilarni ham yuz ko'rishimizni Allohim nasib etsin. Mana shu domlalarimiz bizga yo'lboshchilik qilsin. Amin. Har doim yaxshiliklarni ko'rishaylik. Mana bu ro'za Ramazonimiz hammaga Allohim charchamasdan kutib, 30 kun ro'zamizni tutishlarimizda Eid Ramazon hayitlarini kutib olishimizda Allohim kuch-quvvat bersin. Amin. Safarlarimiz bexatar bo'lib, eson-omon hammamiz yurtimizga yetib, sog'lik salomatlik yetishimizni Allohim nasib etsin. Kasb-korlaringizga barakot, charchamanglar. Rahmatga rahmatlar. Rahmat xojonalar, Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Salomat bo'linglar. Barchaga rozi bo'ling. Rahmat. Rahmat. Kimlar xizmat qilganlar? Rahmat. Xojona. Rahmat. Sog'lik uchun sog' bo'ling.